Bormayman desam, men javob "Etta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi" dedi. Ko'tiga ham javob berisha olmadi, ko'tiga hech qaysinisi. Jalab shuncha odam tashlayapti, bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tingi ilmayapti xalqi. Bor, shunaqa ham xalq bilan tupoy. Miyasi o'smagan bir 9-yilda qolib ketgan bularning miyasi. Molga o'xshaydi jalab. Shuncha o'zbek bordi, o'zbeklarning oldi bir tiyin bo'ldi, o'zlarining hurmatini ular to'kdi. O'zlari bilan o'zlari urushadimi bir bolalar bo'ldi. Rahmat katta, rahmat. Da yutdik biz. Gap yo'q, rahmat katta. Men o'zimdan o'zim premyerga chiqib gapirmadim, o'zimdan o'zim. Birinchi qirg'izistonliklar degan uchun keyin gapirdim. Siz birinchi o'rinda bularni gapirib turib, keyin meni gapirsangiz bo'ladi. Lekin siz hozir sen o'zingdan o'zing gapirding deya olmaysizlar-da. Sizlar birinchi qildinglar qirg'izistonliklar, keyin men gapirdim. Bo'ldi, men gapirgan bo'lsam, bizni qabul qildim. Lekin bunaqa videoda aka, bunaqa ko'p narsa so'kinib gapirmay unaqa. Til hammada bor. Jahl kelganda aql ketadi. Просто endi aka men sizni endi hozir aytyapsizki, Nursulton, давай, O'zbekistonga keling. Ovqat, choy-poy, mehmon men ham qilaman. Нурсултан, давай как бабу не будем ругаться, как мужчины решим вопрос. Erkek chechaylik. Sen men Erkakcha vizit qabul qildim men. Все, вызов qabul qil, video jiber. Biz qolgan вопросы chechaymiz. Сөйлештикmi? Давай, söylashdik. Давай, assalomu alaykum. Va alaykum.